Sizlar bilan Imperator Minecraft. Bugungi videoda biza One Block sivilizatsiyasida esa qolishga harakat qilamiz. Bu ya'ni parkur sivilizatsiyasiga o'xshagan joy. O'z qani ko'rar ekanmiz. Bu yo'lda bizni qanday qiyinchiliklar kutib turibdi. Qani let's go xo'sh. Va mana bu yerda bu kim? Sotuvchi Varden aslahalar, tandir chaqmoqli, fire olovli va drago 20 atak va tushunarli daraxt bu yerda mahalliy valyuta va tilla va san o'qish yoqtirmaydi va bu yerda aslahalar bilan ham ko'ramiz. Shunaqa olsa qulay. Buni shu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu teridan judayam chiroyli. Bu yerga menga rosa yoqdi bu aslaha. Qaranglar, chiroyliligini aytmoqchi do'stlar, kanalga obuna bo'linglar va agar bu mod kanal kerak bo'lsa, men buni o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib obuna ko'rishingiz mumkin-da. Go'shtiga tegmaymiz va bilan olamiz. Shuni o'rniga mol go'shti bersa bo'lmaydimi? Mayli. Va qasr bu yerda o'sha parkur. 9 chog'larni ham ko'rib turibman. Qasrga borishimiz kerak. Chunki men bu kartani oldin o'ylab ko'rganman. O'ylab sizlarga ko'rsataman. Bu ona to'rqinli uylar bor. Chunki u yerda juda ko'p maxluqlar bor. O'tga kuchayib kelamiz. Boshlamashga unutdimmi? Qanaqasi bu endi aslaqalarni o'rib ketdim. Chekizlikka tushib o'rib ketmasak. Endi bilasizlar, uncha parkur qila olaman, lekin 350 olmasdi. Ev bo'lmasman nima. Xo'sh. Tayyor, xo'sh. Suvda yo'qlagan boramiz. Sekin, asta, shoshilmay. Biz umuman shoshilotganimiz yo'q. Keyin kuchayib ketsak, qasrga ham kelamiz. Bu judayam qo'rqinchli bu. Menimcha Evoning parkur sivilizatsiyasiga asoslab qurilgan. Qiziq. Bu yerlarda nima borligini hozircha bilmayman. O'ynab ko'rgan bo'lsam, lekin bunaqa joylarga kelmaganman. Xo'sh. Ne bo'lib bemalol yuribdi? Men qiynalib yuribman. Va ozginagina qolgandi. Va qaysi biring bo'ldi, asablarim chiqib ketdi. Bunaqa bu qanaqa qilib o'ynaganigina? Otam tushib ketdi. Otam o'zini to'y chog'ida. Bu qanaqa qilib o'ynaganigina? Menimcha professional bo'lib ketdim. Faqat yana ozginagina mast qilish kerak. Tushunarli. Qattiq sakrash bo'lmaydi. Na iloj ham mayli. Yana urinolamiz deb taslim bo'lmaymiz, shunaqa qilib professional bo'lamiz. Keyin men parkur ko'rsa, men parkurdan emas, parkur mendan qo'shadi. Crossdan bu narsalar endi men to'xtata olmaydi. Crosslarmi? Shu menimcha shu urdi-yu mana. Mayli. Yo'q, tanga tushib ketdi. Mayli. Hop, mayli. Qo'li. Yo my god. Nima bo'lyapti? Shu blok kuchga tushib o'ladimi tanga? Ozgina qoldi qishloqchaga. Halidan ham ko'p chopishimiz kerak. Yo'q, men buni hozir qanday qildim? Shuncha o'ldirib oxirgi kelganda
Yo'q, qanaqa qilib mayli. Mayli, biz taslim bo'lmaymiz. Xulashgan do'stlar, birinchi qasrga boraman. Sizlarni ham sabr toqatinglar to'lgan bo'lsa kerak. Xulashgan men qasrga borishim kerak. Do'stlar, sizga kreativ bilan borishimga kim rozi? Men rozi, lekin o'zim roziman. Lekin nima deydi, o'yinni qiziqon. O'shga men birinchi dahsha olishim kerak. Bir stak dahsha olishda duvdi. Bir stak. Bunaqa dahmasda. Men oddiy daraxt kerak edi. Oppo, shuni ham chiqarishdi. Endi men oddiy daraxt qiynalib topib chopishim kerak. Xuddi shunaqa qiynalib topib chopishim kerak. Mana shunaqa oddiy daraxtlar. Bittalik gulab tiqilib yotibdi, faqat topib chopish kerak. Men qiynalib ketdim parkur dunyosida. Parkur sivilizatsiyasi bo'lmay ketarsam minutlar yolmagan bo'lsa aniq o'lardim. O'yinni ham shu tarafini hisobga olishgan ekan. Agar shu yerda ham sandoq o'smacha Fight dot oddiy haqiqatan topaman. Hop. Mayli, oddiy daraxtga tupuramizda. Bunday qilamiz. Do'stlar, men sabr toqatim to'ldi. Xulashga qilamiz bundoq. Tayyor mana bu yerda barcha daraxtlarni olamiz. Oddiy daraxt. İzlab qiynalib yotibman. O'tding boshqacha. Ustimni izdivachcha qilishyaptim bular. Mayli. Asabiylashma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Asabiylashma. Imperator Minecraft. Bo'ldi. Mana o'lib tirilaman axir. Hamma narsa meni o'zimda turadi. Nimasiga asabiylashim kerakmi? O'zimda turmasamgina o'zim bo'g'ib o'ldirib qo'ysam. O'zimda turadi. Nimasiga asabiylashim? O'laman qaytdilaman. O'laman yana qaytdilaman. Bo'ldi. Asabiylashim kerak. Rasul endi meni o'ldira olmaydi. Meni lo'q deb o'ylamaydi. Ana men o'tib boshlam IQ cheksiz yugurgan, IQ prokachka bo'lgan. Boshlam IQni 131. Endi mana shu yerdagilarni chopamiz va saklaymiz. Endi chopib chiqamiz. Tayyor. Endi narodi kerak. Hop, mayli tepaga chiqamiz. Chiqa qol endi o'malatdiz. Men zo'rman. Mana. Ozgina qoldi. Yana ozgina qiynoq qilaman shu bilan men birinchi 20 tami bo'ldi. Jo'q qo'yib ketdi o'sha g'alati turmasi bo'ldi. Endi men nihoyat o'zimning ilk
bir istak zumradim olaman. Bu qanday baxt va mana buni albatta o'zim kerak bo'lgan narsalar uchun sarflayman. Golden apple bir stak ovqatdan berar ekan. Mayli, xo'sh. Bitta qilich olamiz. Xo'sh, bura kerak emas. Bittaga tana olaymikan o'rtaga. Qo'y. Xo'p. Qanday turdi? Zo'r turdi desanglar like bosing. Bu qo'limni qilich qayerda qanaqa zo'r. Qo'yamiz. Endi yana bir stekkinga mavardini full setini yutishim kerak. Mana bu sivilizatsiyada yashab yuramiz endi. Xo'sh, mana bu videoda maqsadim topdi full vardanslar qilaysiz. Ega bo'lish. Uchun ben unaqa xos daraxt chopib yurishim bo'lmaydi, shuning uchun qasr o'maramiz. Esimda bo'lsa, bu qasrda dangalab olib bo'lish kerak. Ishlar qoldi. Mana payqamaydi deb o'ylaydi. Va qo'limdagi qilich Thanosning qo'lqopidan ham kuchli. Masdura lekin bo'ladi. Va dragon qilichi. Xo'sh. Qani ko'raylikchi. Bu yerlarda nimalar bor ekan? Bu urgimchaklarning ovozi. Harakat. Mayli. Va mana nihoyat sabah kutgan damlar ham tuzog'on qo'yib qo'yishgan. Bu diyamiz. Spandıralım. Ne gitme. Cross'tan. Он тебе может.